turgach, sport bilan shug'ullanar, yugurar hamda arqonda sakirar ekan. Har bayramda bog'chada askar formasini kiyib, bayramda juda ham yaxshi qatnashar ekan. Uni bog'chadagi tadbirda qatnashishlarini ko'rgan tarbiyachi opa, "Ayli, sen albatta katta bo'lsang, askar bo'lasan" deb aytishar ekan. Ali juda ham bu tarbiyachi opali gaplardan faxrlanib, mag'rurlanib yurar ekan va askar haqida qo'shiqlarni aytar ekan va o'rtoqlariga maqtanar ekan. Ali katta bo'lgach askar bo'libdi. U vatanni himoya qiladigan kuchli va pahlavon, mag'rur yigit bo'libdi. Bolajonlar, ertakni